Mana inshaalloh hammomimiz ham bitdi. Kirish kerak meni. Xudo xolasa. Hali nasos ulangani yo'q. Samoxod sistema. Hozir samoxod holatda tushyapti nasossiz. Xudo xolasa bu tahoratxonamiz. Ustiga nержавейкаdan rishotka qilinadi inshaalloh. Inshaalloh mana tahoratxonamizga hali fugalarini berib qo'ydik. Xudo xolasa artishimiz kerak, artilgan yo'q. Ayrim sabablarga ko'ra ketyapti uni video obzor qilib olay deb sizlar uchun xudo xolasa. Tepada vitishkalari bor. Bet tualet xudo xolasa. Inshaalloh bu yoqda mana yechingani, netkani manetga vishelka qilib qo'ydik. Dushovoy zonamiz. Xudo xolasa hamma yo'g'i inshaalloh bo'ldi. Bu yerda vitishkamiz bor. Somon shampun podstavka. Xudo xolasa matga mana mashitdan bu yoqqa qaratib bitta turnik bo'ladi inshaalloh. Dugasi bor. U ham qo'yiladi, parda bo'ladi, shtobi matga yechilgan stoshlarga ho'l bo'lmasligi uchun. Matga mana o'raykan ustiga shunday nimamiz tushadi. Eshigimiz bo'ladi. Ikkita eshik bo'ladi. Hammom bilan tualetning o'rtasiga inshaalloh.